Hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Bular Abduqodir, bular My Teacher jamoasidan bizani o'qishga kelgan. O'zi bular mentor, endi oddiy tilda aytadigan bo'lsak, o'qituvchilarga yordam beradigan ustoz bo'lib ishlagan. Bular вообще marketolog emas. O'zlarining как бы tajribasi tam shaxsiy brendda qattiqdir bo'lgan, biznes ochib ko'rgan, но то есть bularning ishlanasi вообще boshqacha. Shunga qaramasdan kompaniya tomonidan обучениеga bizga jo'natdilar, o'rgandilar. Birinchi savol, qiynalmadingizmi? Boshida ozgina qiynaldim, chunki marketing, bu teachingdan marketingga o'tganda, chunki teaching o'zi umuman boshqa soha, boshqa yo'nalish, marketing ham xuddi yangi dunyodek tuyuldi menga. No, sistemli bo'lganligi uchun menga ancha oson bo'ldi tushunish. Super. Endi bilganimdek, hozir sizlar marketing jamoani Kamoliddin bilan birga boshqarishga o'tyapsizlar. То есть siz o'qituvchidan chiqib, уже, aytsak bo'ladi, xudo xolasa head of marketing bo'lish jarayondasizlar. O'qishdan nima ola oldingiz? Eng muhimlari nima bo'ldi siz uchun? O'qishdan o'zi ko'p narsa oldik. Hop, birinchi navbatda o'zi tanishlar, yangi ustozlar, networking yaxshi bo'ldi. Hop, keyingisi endi ta'limga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda marketingdagi o'sha sistema, jarayonlar, ekosistemalar, ayniqsa eng urg'u beradigan joylarim shu ekosistemada bo'ldi. Juda ham katta yangilik bo'ldi men uchun. O'zi marketing olamida men tushuncham, kutgan narsamdan ko'proq narsa olindi. Misol uchun, men hozir bu narsalarni marketingni men oldin bitta kichkina uycha deb tasavvur qilgan bo'lsam, hozirda bu narsa haqiqatan bitta katta bir massiviy katta dunyo ekanligini bu kursdan keyin tushunib yetdim. Ancha uzun ustunda ishladim, boshqa qildim, ustoz yo'nalish berdilar. Shu taraflama menga kurs katta narsa berdi. То есть qarang, boshqa nisha, boshqa направлениyadan kelib marketingni o'rganganingiz, то есть qiyinchilik bo'lgani bo'lsa ham, Azizning podдержкасы bilan oxirigacha yeta oldingiz. Da. Yanimda to'xtatmadingiz. Yo'q. Bu vazifalarni qildingiz. Shu sohada o'zingizni ko'ryapsiz, davom etmoqchisiz, to'g'rimi? Ha, xudo xolasa endi biz shu My Teacher proyektida, xudo xolasa ishonib topshirishyapti. Shu marketing bo'lim menejeri sifatida hozir aytib o'tganimizdek, Kamoliddin bilan biz u bilan birga o'qidik shu yerda. Endi shu marketing bo'limini xudo xolasa yurg'izib keta olishga bemalol ko'zim yetyapti. Ishonchim komil, xudo xolasa. Super. Demak, shunaqa desak bo'ladimi, что direct marketing, performance marketing bo'yicha miyangizda mana bu tik turibdi, что hamma narsa bor, tushunarli, tushunmaydigan narsangiz yo'q. Eng muhimi qilish qoldi. Da, qilsa bo'ldi. Action qilsa bo'ldi. Super. Любой moment savolingiz bo'lsa, materiallarga kirib, shablon bo'ladimi, checklist bo'ladimi, dars bo'ladimi, ola olasiz. Desa bor. Darslik bo'yicha plus copywriting bo'yicha ham juda ko'p narsa o'rgandik. Copywriting kursini o'zida ham ancha-muncha ma'lumotlar oldik, ega bo'ldik. Super. Katta rahmat sizga. Rahmat. Omad. Sizga ham. Xudo xolasa balki yarim yildan keyin yana bir olamiz. Elzadani ko'ramiz. Inshaalloh.